ko'pchilikni o'ziga rom etgan, ba'zilarini qarg'ishiga ham qolgan Senur. Joyini qo'y meni. What? Matrat yarataman. Wow! Tasavvur 10 sekunddan keyin bu hammasi o'tmishda qoladi. Hozir esa bu kelajak bo'lib turibdi va u qo'rqinchli. Men omadli qizman. Bu narsani What? Bo'ldi, tishing qoqoli yo'g'iga. Gilamda uxlash zarari. Oila uchun blogingdan keta olarmidingiz? Hey, hammaga salom. Bu Rost Gap Show. Ushbu shouda har bir sahna navbatdagi memga aylanishi mumkin. Mehmonlarimiz bizning o'zgacha, ba'zida qabih savollarimizga javob berishga to'g'ri keladi. Agar javob bera olsalar, bu yaxshi. Olqishlaymiz. Agarda javob bera olmasalar, unda ularni endi o'zgacha kombinatsiyadagi kolbasalar kutmoqda, ya'ni Rozmetov kolbasalari bilan o'zgacha boshqa bir mahsulotlar. U shokolad bo'lishi mumkin, qalampir bo'lishi mumkin va ularni yeyishga to'g'ri keladi. Va bugungi mehmonimiz kim deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, yaqin orada u juda ham mashhur bo'lib ketdi. Avval ham albatta bloger bo'lganlar, lekin siz uni kim bu bola qo'shiq orqali juda ham yaxshi bilasiz. Ko'pchilikni o'ziga rom etgan, ba'zilarini qarg'ishiga ham qolgan Senur, marhamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rozi bo'lasiz endi kommentariy. Qarg'ishini to'g'ri urdingiz lekin. Xud prям точкаga urdingiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshlaymiz. Bu Rost Gap Show. Biz boshlaymiz. Ajoyib, bugun juda ham qiziq bo'ladi, chunki Senurga bo'lgan qiziqish juda ham katta oxirgi paytlarda. Kim bu inson o'zi? Bir g'iybatlashamiz-da. Nimaga nimasi alam qilgan, kimga jahl qilib bu blogging boshlandi, hammasi haqida gaplashamiz. Qisqacha aytganda, bugun g'iybatlashamiz, shunaqami? Endi ozgina zerikib qolasiz. Nega? Men chunki hech kimga jahl ham qilmaganman, g'iybatlashni yomon ko'raman. Hozir hammasini bilib olamiz. Siz bemalol g'iybat qiling, men orada endi g'iybat bo'lib qolmasin deb qo'shib turaman bo'ldi. Shunaqa. Men qiziqib ko'rdim. Endi albatta YouTube'da siz asosiy faoliyat olib borasiz, lekin Instagramda ham albatta borsiz. Senur deb qidirdim, qaradim. 600 mingtadan ko'p obunachi bor ekan. Qancha vaqtda bu yig'ildi? O'zi 150 mingda to'xtab qoldim. Okay, to'g'ri. 150 mingda to'xtab qoldim. Ancha vaqt keyin 3 qanday 150 mingda to'xtab qolgan. Odamlar yig'olmay o'tiribdi, 30 ming qilib. Endi 150 ming men uchun unchalik katta podpiska emas edi, chunki 2016-yildan beri blogging qilayotgan odamga. Ishtahangiz yaxshi, demak, kolbasalarni ham bugun yaxshilab yeymiz bugun. Keyin 150 mingdan 3 oy ichida adashmasam 600 mingga chiqdi. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa ko'p odam obuna bo'ldi va kimlar asosan? Qizlar, ayollarmi yoki yigitlarmi ko'proq? Ko'pincha oilalilar bo'ldi. What? Da. Okay. Maska doказать qilib bera olmayman. Ya'ni faktlar bilan olib kelib bera olmayman. Men gapingizga ishonaman, lekin siz o'zingizmi deb o'ylaysiz? Nimaga ko'proq oilalilar? Yosh oilalilar, chunki farzandlari bizlarni kuzatishyapti. Ya'ni yosh bolalar kuzatayotgani uchun yosh bolalarning o'zini telefoni yo'q, u yo oyisidan yo adasidan ko'radi. Yosh bolalar tomosha qiladimi hali sizni? Siz kattalar tomosha qiladi deb o'ylamadingiz. Men hozir O'zbekiston kelajagi haqida xavotir. Siz kuzatmabsiz, men aytdingiz, hozir kuzatib analiz qilishimiz, значит, kuzatmabsiz meni. Yo'q, men kuzatdim. Lifestyle. Bugun qaysi go'zallik saloniga bordim? Nimaga yigitingiz yo'q, bormi? O'shanaqa savol javoblar ekanda. O'shanga men o'yladim, yoshlari bob bo'lsa kerak deb o'yladim. No, men o'zim tengidan kattalar bor. No, подростковый возрастdagilar juda kam. Men ular qanchalik yoqtirishmaydi, qanchalik. Voy, men mazam bo'lmay qoldi hozir. To'xtayozgacha men настройка qilib olishyapti. Yosh bola obuna bo'lganini eshitdim. Okay. Rozmetovdan yeb turasizmi? Da, Rozmetovda kopchonisini juda ham yaxshi ko'raman. Kopchoniy kolbasani ayniqsa qovurib yeyish yaxshi ko'raman. Kopchoniyni hali yana qovuribmi? Da. Yeb ko'rgansiz? Men bunchalik qabihligi bormaganman, lekin shunaqa qilib turib ham hozir buni semirib ketmagansiz-da. Da, men вообще zo'r yeyman, lekin ko'staymansin. Lekin semirmaysiz. Yo'q. Yaxshi, genetika to'g'rimi? Da, genetika desa ham bo'ladi. Ayniqsa sizga o'tib bitta maslahatim, Rozmetov kopchonisi bor. So'ralmagan maslahat, xo'p, okay. Sarxiy qo'y, eshitmay qolasiz. Sizlar eshitdinglar meni. Okay, yo bo'ldi, aytmayman. Sizga ketaman. Senur. Bilgim kelyapti. Bo'ldi, aytmayman endi sizga. Всё, xafa bo'ldim. Rozmetov kopchoniy kolbasasini olasizlar-da. To'g'ri, skorotkada ozgincha yog' bilan ham qattiq bo'lgunigacha, singi qizil bo'lgunigacha qovurasadak, potom qizil piyozni olib, to'g'rab ustiga tuzlar sepib, uksuslar bilan. Wow. Va bu ham buxanka bilan. Да, обязательно.
Mana Yopgandan emas. Rozmetni shunaqa yesa bo'ladi. Doktorskiy особая. Doktorskiy yoqadimi Rozmetovni? Да, конечно, albatta yoqadi. Nimaga- Mana bunisi. Bundan Aha, ko'proq. Bu qanaqa edi? Doktorskiy. Pishirilgan. Nega doktorskiy deb nomlanishini bilasizmi? Oy, yo'q. Doktor, misol. Doktor. Nimaga? Ну, varyoniyligini bilardim. Lekin doktorskiy nimaga rostdan doktorskiy? Men ham bilmasdim, lekin kursidan oldim, men ham qiziqdim-da. Mhm. Googledan so'radim, derdim-ku, lekin hozir ChatGPTdan so'rayapmiz. ChatGPTdan so'radim keyin. Endi 100 yil oldin sovet paytida ocharchilik bo'lgan ekanda, qattiq. O'shanda ocharchilikdan qutqarish uchun bir qanaqadir kolbasa emas, qanaqadir bir taom qilaylik, o'ylab topaylik. O'sha shifokorlar yozib bersin. Ocharchilikdan yoki juda ham ozib ketgan odamlarga deganda maxsus mana shunaqa bir ingrediyentlardan, ya'ni ziravor qo'shilmagan, qovurilmagan yoki ko'p yog' qo'shilmagan, qaynatilgan kolbasalar qilishgan ekan va uni shifokorlar yozib bergan ekan. Shifokor oldiga keladi, qarang, siz vazningiz yetishmayapti, bo'yingizga vazningiz to'g'ri kelmayapti, juda ham ozib ketgansiz deganda mana shuni yozib berishgan ekan. O'zi buni faqat oldin shifokorlar yozgan ekan. Keyin xalqqa mamnun bo'lib, manzur kelib, hammaga yoqqandan keyin mana hozir shunaqa bir afsonaviy kolbasaga aylandi. Bilib qo'ydingiz. Rahmat. Unaqada savoldan boshlasak. Okey, nimadan boshlasak ekan? Blogging sohasidasiz, mana anchadan beri siz baribir mediada ko'pchilikni taniysiz, ko'rgansiz, o'zingiz ham kuzatib borasiz. Mana shu blogging sohasida o'sha blogerlar, influencerlar shularning hammasini orasida nima deb o'ylaysiz? Biz kimga yuqori baho berib yuboramiz va nega? Ya'ni, mana bu odamga biz juda yuqori baho berib bu unchalik darajada bo'lishga arzimaydi. O'zi chunki deb sabablarni qani menga aytib beringchi. G'iybat bo'lib qolmasinmi? Lekin ayting. Yo'q, qarang. Voy. Anaqa, to'xtang. Birinchidan, men hech kimni kontentini qadrsizlamayman. Chunki har qanaqa kontentda mehnat bor tagida. Men o'zim bilaman. U yerda vaqti bor, mehnat. O'shaning uchun kimnidir bilmayman. Aravani qurib qochyapti. Yo'q, qiyin savol bermayapsiz-da. Unaqa oddiy savol. Kimnidir yomonladyapsiz-da, turibsiz-da, tepamda turibsiz-da. Men kim aytishi mumkin? Unaqa yo'q-da, men atrofimda unaqa odam. Hammasi mehnat qiladi, mehnatiga yarasha oladi. Oddiy savol, men aytishim, kunduziga biz katta baho berib yuboramiz. Biz o'ylaymiz, u ashi aqlli youtuber. Yo'q, men kunduzini o'zim shaxsan bilaman, unaqa emas. Nagli aytishim mumkin, ayting endi siz. Bitta gap aytaymi? Bu joyni qo'y meni. Kunduzini men kuzatmayman, yaxshidan. Yo'q, kunduzini men aytdim. Yo'q, o'zi aytmayman-da. Ko'p o'zbek ekan. Bilasiz, unda javob qoniqarsiz. Ayting, Senur. Bizani. Kim u bizani? Bizani Ibochik bilan Senuri. Ga katta baho berib yuborishadi. Da. O'zi bunchalik e'tiborga, aktivga arzimaysizlar. To'g'rimi? Bunaqa sformulovать qilmang gapingizni. Savol shu-ku. Biz o'sha shart bajaraman bo'ldi. Shart bajarasizmi yoki aylantirib o'raymikin? Shartli qiyin. U battar hozir yomg'irdan qochib, hozir do'lga tutilasiz. Voy, bismillah deb zirazi boshlaganman-u. Yaxshi qarang, bu yerda hammasi ham yomon emas. Mana smetana bilan bor. Smetana bilan yeyiladi, to'g'rimi, kolbasa? Yomon emas. Ajikani yaxshi ko'raman dedingiz, mashi tushib qolishi mumkin. Nimasi yomon? Bu yerdagi hech bir pesto sousi, rayhon bilan nimasi bir qo'rqinchli emas. Keling, dondonjiki o'ynaylik. O'shanda nima bo'ladi? Men yutsam shart bajaraman, siz yutsangiz aylantiramiz. Juda ham yaxshi taklif, lekin bu taklifni beradigan kuchda emassiz-da hozir. Siz yutqizayotgan pozitsiyadasiz. Va qiziqishga o'ynab qo'yishim mumkin. Qiziqishga prosta, o'zim uchun. O'zingiz uchun. Men prosta qaror qabul qilishim qiyin-da. Dondonjiki. Kesilib ketdi va chopilib ketdi. Senur. Endi aniq aylantiramiz. Demak, javob albatta qoniqarsiz. Chunki albatta hamma aytishi mumkin. Ham biza men o'zim deb bu vaziyatdan chiqib ketish o'zingiz ham yaxshi bilasiz, lekin bu baribir hurmatga loyiq. Ya'ni siz boshqa odamni kimdirni hozir past ko'rishdan ko'ra mayli men o'zim deb qo'ya qoldingiz. Bu yaxshi, bu oliyjanob. Lekin savolga baribir javob bera olmadingiz. Buni o'zingiz ham bilasiz, shuning uchun hozir aylantiramiz. Iltimos. Dubay shokolad tushsin. Yo'q. Ulgudek yomon ko'raman Dubay shokolad bilan kolbasani. Okay.
Qani Dubay shokoladi? To'xtadim. No, come on. Shirin narsa tushmadi, balzamik sous tushdi. Qani, bismillah, Come on, qani man. boshlaylik. Вот yonimda ekan o'zi. Faqat qarang, bu yerda ozgina surib emas, yaxshigina botirib. Men o'zim qilib beray, juda ham qo'yaveraymi, aylantirib olaman. Albatta, nima do'st? Technology. Texnology. Наоборот. Xo'p, qani bizda? Ana. Mana. Ruchkangiz menga qoldi. Hozir qaytib olaman ruchkani, xavotir olmang. Siz yanada narsa aytaymi? Xo'sh. Men shunaqa odamman. O'zbek tilini ham, rus tilini ham, tojik tilini ham, ingliz tilini ham to'liq bilmaydigan odamman. Bor, bunaqa holatlar bo'ladi. Hech qaysi tilni to'liq bilmayman. Voy, Kalbasa ko'rinmay qoldi, ko'rdinglarmi? Mana shuni hozir. to'xtang, siz o'zingiz shunaqa yeysizmi uyda sousni? Albatta. Ketchup prям botirib olasizmi kolbasani? Dubay shokoladi ko'ryapsizmi? Bu kolbasa bilan Dubay shokoladi emas, bu Dubay shokoladi bilan kolbasa. O'shaning uchun xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Yoqimli ishtaha. Bu yerda yoqimli ishtaha bo'lmaydi hozir menimcha. Sizga hozir faqat shu yordam bera oladi. Yo'q, хотя бы butun kolbasa sovaringda. Qarang, qo'rquv. Bu psixologik holat. Qancha cho'sa, shuncha ko'p qo'rqasiz. O'ylamasdan hoziroq yeng. Bo'ldi. Tez o'tib ketadi bu. Tasavvur qiling, 10 sekunddan keyin bu hammasi o'tmishda qoladi. Hozir esa bu kelajak bo'lib turibdi va u qo'rqinchli. Yaxshi motivator chiqadi sizda. Mayli, yetadi. Bir tishlam yetadi. Yaxshi ekanmi? Voy. Menimcha Rozmetov kolbasa ko'pligi men buni ta'min olib bordi. Menimcha ham shunaqa. Da. Bo'pti, Dubayda ham shunaqa qilaman unda. Ko'pchilik o'sha mana taksiga o'tirsam ham so'raydi yoki qaysidir davralarda, endi oshna-og'aylar bilan yig'ilganda ham meni o'zimdan ham so'rashadi. Aslida. Yo, bu siz haqingizda emas, shaxsan. Ha. Yo, O'zimga ko'p baho berib hozir. Ya, endi Tamateka o'ziga tepin chiqdi. azan aytgancha Senur bor. Yigiti bormi? deb so'rashmaydi. Yo'q, so'rashmaydi. Tamateka o'zim chiqyapti dedim. Yaxshi. Mendan so'rashadigan narsa bu mana taksiga o'tirganimda, "Ukam, sen blogersan, to'g'rimi?" "Ha, bloger." Men ko'raman-da ko'pchilikni, mana mashina oladi, chet elga boradi, baxtli hammasi deydi. Lekin unaqa emas u hayotda deydi. Shuning orasida bor-ku, soxtasi bor. Ya'ni o'zi aslida unaqa emas uni hayoti yoki o'zini yurish-turishi, o'zidan yaxshi, odobli yoki anu mehri daryo odam yasab oladi, lekin o'zi aslida kibrli va juda ham qo'rs, xasis odam bo'lishi mumkin. O'sha soxta odamlar bor-ku, to'g'rimi deyishadi-da. Endi shu savolni siz o'zingizga ham mana bermoqchiman, shu bizning shartimiz. Ya'ni blogerlar orasida eng mana shu soxtasi kim? Nimasi kim? Va nimasi bilan sezgansiz shu soxtaligini? Hammasi. Menga bittasi yetadi, hammasi Voy. Siz bo'ldi. Hammasi soxta ularni. Biz savol shunaqaki, sizni fikringizcha o'sha bitta siz biladigan, yaxshi biladigan o'sha soxta bloger kim? Soxta emas, u bloger. Lekin u yurish-turishi fake, tushunasizmi? O'zidan yasab olgan, aslida hayotda unaqa emas. O'sha kim? Paymenam deydi, o'ziga ismi kerak-da. Shunisi bilan qizmi-da bu ko'rsatuv. Всё мне без разницы, men aytaman. O'zim nechta aytishim kerak? 3 ta ayting. Mubin Lolo. Yozib qo'yaymi? Нет. Qo'y, Mubin Lolo unaqa emasmi? Men uni bilmayman-da. No, hamma lekin soxtaligini bilaman Instagramda. Mana soxtamanmi fikringiz? Da, men bu narsani What? siz soxta. Okay. Hozir men sekin buni o'rab ketaman, короче. Qarang, misol uchun aytadigan bo'lsak, Bonu Ikramova. Bonu Ikramova? Da, Bonu Ikramova. Men u qizni o'zim juda yaxshi bilaman. Mitta men jamoasidami? Da, Bonu Ikramova. Biz o'rtoq bo'lganmiz, hozir ham o'rtoqmiz. Qaysidir manda ishimiz ko'pligi uchun ko'rishmay qolganmiz hozir. Masalan, Bonu o'zi hayotda juda ham o'zbekchada qanaqa bo'ladi? Нежный. Nozik. Qiz juda ham hayotda juda ham nozik. Misol uchun, anaqa yumshoq xarakterli, anaqa birovga ozor berish xohlamaydigan, ko'chada nimadir ko'rsa yig'laveradigan qizda o'zi. Yo'lda
okajon to'xtab turing, men shu palasidan qayilib olay deb so'raydi. Da, shunaqa qizdek. O'zi, lekin Instagramda ko'pchilik hayotda ham o'zi ozg'incha kichkinacha-da, anaqa krupniy qiz emas. Instagramda ko'pchilik o'ylaydi, что Bonnie Krama такой крупный, bo'yi uzun, qo'pol, anaqa дерзкий, bolalar mana shunaqa qilib yuradi. Ну, нет. Пацанка. Да, пацанка deb o'ylaydi. Lekin yo'q, вообще Bon вообще слишком нежный qiz hayotda. Demak, blogerlar orasida kim soxta, kim o'zidan boshqa odam yasab olgan degan savolimga siz Soxtaman. Savolim shu-ku. Demak, savolga javob bermayapsizmi? Soxtaman. Demak, savolga javob bermayapsiz, shundaymi? Uf. Yo'q, men shunday savolimni qaytara olman xolos, Senur, to'g'ri tushuning. Men savolimni qaytardim xolos. Qarang. U soxtaman. Demak, siz boshqa savolga javob berdingiz. Bo'ldi. Endi savolimga qaytsak, kim blogerlar orasida soxta o'zidan kimdirni yasab olgan? Bo'ldi. Asabiylashyapman chunki. Prям soxtasi kerakmi Bu sizga? savolim shu edi-ku. Yo'q bunaqasi. Bilmayman. Savol to'liq bo'lmadi, baraman aylantiramiz. Asabiylashyapman o'sha. Yaxshi. Har bir aktiv bu yaxshi aktiv. Yo'q, qarang, men Qora PR ham ko'pida Shahlo Alijanova ham misol uchun hayoti umuman boshqacha. Bu soxta emas. Boshqacha. Albatta. Lekin Instagram boshqacha taniydi. Qarang, agar bu javoblar kerak bo'lganda, men qaysi bloger obrazda chiqadi degan savolni berardim. Tushunasizmi? U savol yo'q-da bu yerda. Menga soxtasi kerak, tushunasizmi? O'sha. Nima qilasiz? Yomg'irdan qochib do'lgami? Hozir telefoningizga kiramiz, skrinshotlar, peripiskalarni ko'ramizmi? Topshiriq bor-da, topshiriqlar yoki barabanni aylantiramiz. Barabanni bo'ldi, xo'p. Screenshot, переписка, ChatGPT'ga kirishimiz bor hali. Yo'q, baraban, faqat baraban bizda. Okay. Baraka topsin, Rozmetov baraban qo'yib qo'ygan uchun rahmat. Bundan keyingi savolga javob beraman, kechiringlar nima bo'lsa ham. Yodingiz. Yes! Come on, man! Mani har doim aytishgan, sen juda ham omadli va barakali qizsan deyishgan, ko'rasizmi? Rostdan ham. Men rostdan ham juda ham omadli va barakali qizman. Nima bunaqa bo'lyapti? Nega unda? Yaxshi. Aman pestoyimni tayyorlab bering. Pesto mana oldingizda, mayli bu safar siz o'zingizga ishonch bildiramiz. O'sha qiziq narsa emas, Qiziq narsa emas. O'zing qilib ol, короче. Ko'p surasizmi, kam surasizmi, menimcha sizga bir azob darajasi o'zgarmaydi menimcha. Rohat darajasi o'zgarishi mumkin xolos. Yaxshimi, mazami? Aytmoqchimi? Aytdim, nimaga plotniy bo'lyapti o'zimda kolbasa mazasi? Kaloriyaga boy, to'yimli alpomi. Ibrohim haqida. Birinchi o'zi gaplashsak o'zi Ipo haqida. Keling gaplashamiz. Dildan suhbat qilamiz. U o'sha qora bola, qoravoymi, nima edi? Qoravoy. Endi qo'shimchada qora bola deydi. Yo'q, qoravoy. Qoravoy deydimi? Da. Qora bola demaydimi? Yo'q, voy qoravoy. Okay. Men eshitib yuraman o'z boshlarni. Dishim qutosizlarmi? Eshitib yurmayman boshlarni. Yosh bola emasman-ku. Yo'q, lekin ijodingizga omad. Mana tasavvur ovoz yozish studiyasidasiz. Ibrohim kelib, Senur, menga turmushga chiq deb taklif bersa, lip etib turmushga chiqarmidingiz? Savol shundan iborat. Sharti mana shu. Ya'ni shartli savol shu. Qarang. To'xtang. Savol g'alati. Savolingizni qaytaring. Agarda Ibrohim sizga turmushga chiqish taklifini berganda rozi bo'larmidingiz? Bu g'alati savol-da. Voy, siz hozir bitta qizdan butun umrini hal qilishini siz so'rayapsiz. Bitta men emas, izohlarda hammaga qiziq. Yo'q, Ibrohim o'zi so'ramaganda hali. Siz ayting, so'rashi. Mana siz zo'r imkoniyat bor. Ibrohim ham bilib oladi o'zlari uchun. Okey, yaxshi deyishim. Yo'q. Yoki xudo bilan asradi deyishlari mumkin. Bilmayman nima deb o'ylaydi Ibrohim. Xo'sh, erkalanib. Okey, eshitaman.
Aytsam dilim, aytmasam tilim. Nimadir yegim kelmayapti, lekin hozir уже qolmadi-da, men ko'zimga olib qo'ygan narsalar уже qolmadi deb yoqda Men hammasi nimalar yo'qmayapti. o'ylayotganingizni bilaman. Agar turmushga chiqardim desangiz, hozir bu ham rezonans. Yo turmushga chiqmasdim desangiz, misol uchun Ibrohim xafa bo'lishi mumkin. Ya'ni nima men arzimaymanmi? Mayli, yani hayoliy o'ylab qarasam, bunchalik arzimaymanmi deb o'ylashlar ham mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ayting. Bizga Men hozir borib miyam 12 ishlayapti. Har bitta harakatimni, voy. Har bitta harakatim, ko'z qarashim, nafas olishimni kontrol qilyapman даже. Давайте shart bajaramiz. Demak, screenshot ChatGPT'ga o'tamiz. Bittasini ayting. Yo. Men shart agar aytganimdan keyin uni bajarasiz, shartni. Yoki ChatGPT'ni qat'igacha tushirasiz. Oxirgisini ko'rasizmi? Men o'zim so'rayman-da, o'zim. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Chestisini aytavering-da. Ibrohim Ipo bilan yozishimizni, ya'ni peripiskani Shart bajara qolaman. Bo'ldi. Shart bajara qolaman. Yo'q. shartmas aylantirasiz. Aylantiramiz. Yaxshi. Yeyman. Okay. Yaxshi niyat bilan Dubay shokoladiga harakat. All right. Oh, fuck, o'tib ketdi. No. Ajika. Nimaga bunaqa? Просто hamma o'zi uchun bilsa, men juda ham omadli qizman. Bo'ldi. Men 100% hamma joyda ayta olaman. Majikani menga aylantirib yuboring, bo'ldi. Voy tavba. Shuncha harakat qilasan. Maza qilma. Esma, Ajika bilan zo'r ketadi atak Rozmetov. Bildim. Eng qizig'i, siz uchun yagona noqulaylik shunchaki non yo'liga bo'ldi. Bitta shu noqulaylikda boshqa hech narsa noqulaylik tug'dirmayapti. Bitta non tashkillashtirib, qora non chiqaringlar rostdan, ha? Ajikadan ko'proq soling, mana shu hammasini yeb bering. Shuni hech bo'lmasa, adolat uchun gap yo'q. Yana bo'lmasam. Okay. Shunaqa mishmishlar yuribdi. Emas, bo'lgan, bizgacha yetib keldi. Ba'zi ma'lumotlar. Qo'shig'ingizdagi arazlab yozmaydigan ham o'zinglar, bezdiradigan ham o'zinglar degan qator muayyan insonlarga, konkretniy muayyan insonlarga bag'ishlangan ekan. Ular kim, ismi nima voqealar bo'lgan ular bilan bog'liq, shuni aytib bersangiz. Nima u sinfdoshingiz bo'lganmi? U sobiq yigitingizmi? Kim u, ismi nima? Uylanib ketdimi hozir? O'shalarni ayting mana, marhamat. Eshitamiz. Hayotimda o'zimga qarshi shuncha voqea bor deb hech ham o'ylamagandim. Yo'q, bu yigitga taalluqli emas. Ya'ni, yo'q, yigitimga taalluqli bo'lmagan. Bu sobiq yigitingizga. Ha. Kimga bag'ishlangan? Qo'shningizgami? Ha, qo'shnimga. Abduvali ismi. Yaxshi, lekin o'zingiz ham kulib bilasiz kinoya bilan jiddiy javob emasligini. Qarang, o'ylayman, aytmayman dedingiz-ku. Demak, siz bildirib qo'ydingizki, bor ekan o'sha voqea, o'sha odam bor. Konkretniy odam bor. Biz men o'zim xohlaganman, men mana shu joyga qo'shilishini. Mayli, aytmaysiz. Bu ham siz tanlovingizni albatta hurmat qilamiz. Bu normal holat. Mayli, hech qisi yo'q. Sir bo'lib qola qolsin. Balki keyingi intervyularda, balki nima aytilmaydi. G'ildirakni men g'ani bo'lib hozir g'ildirakni g'ildirat. Tushadi endi. Voy, Dubay o'tib ketyapti. Dubayga qaytamiz. Matchi, yaxshi. Okay, yomon emas. Matchi yomon emas. Nima u? Matchi nimaligini mana hozir o'zingiz uchun kashf qilasiz. Balchiq nomi bilan mashhur bo'lgan matcha. Xo'p, matchani sizga dastavka qo'yraman. Voy, ko'p savol. Ko'p soldimmi? Adolat bo'lsin. Xo'p. Bilasiz, o'zi yaxshi qizman. Bildingiz-a, nimaga balchiq deganimni? Tushundingiz-a? Matchali kofe ichmaysizmi? Men faqat raf ichaman. Trenddan qolib ketibsiz unda. Men trendga qiziqmayman. Trend sizga qiziqadi. Men trend yarataman. Wow! Okay, bo'ldi, skelet toplashaylik.
Yuting. Boshqa iloji yo'q. Suv rasvo qilar ekan buni. Trendda-ku hozir matcha. Nahotki yo'qmasa? Xo'p, demak, keyingi savolga o'tamiz. Bilamizki, sizni o'sha qoravoy yoki kim bu bola qo'shiqlari bor, to'g'rimi? Shundaymi? Aybizni tan olasizmi? Yozganmiz shularni. Men o'zi xohlamagandim bunaqa ashula yozishni, uzr so'rayman. Endi bilamizki, turmushga chiqmagansiz. Lekin bundan oldin ham aytdingiz, tarixda mana qizlar ham so'z jo'natgan deyapsiz. Mana qo'shiqlar ham yozyapsiz, ya'ni bolalarga gap otadigan qo'shiqlar. Bularni barchasi mana shu turmushga chiqmaganligingiz uchun va qanaqadir bir qani endi yaxshi yigit uchrarmikin degan bir harakat uchun qilingan qo'shiqlarmi? Shunga javob bersangiz. Men ha deyman va barabarni aylantiraman. To'xtang. Ya'ni boshqatdan. Demak, kim bu bola qoravoy qo'shiqlari bu yaxshi yigit topish uchun bir omadli turmushga chiqish uchun xatti-harakatlar. Shundaymi? Qanchalik hozir men agitatsiya qilib manipulyatsiya qilsangiz ham ha deyman. Men просто barabar aylantirgim keladi. Ha. Okay. Yaxshi. Aylantiring unda. Oh shit. Shunaqa Wow. qizman. Men shunaqa omadli qizman. Qarang. O'zi tayyor. Marhamat. Men juda ham omadli qizman. Juda ham. Siz Men crazy. buni baralla deydi-ku, baralla deydimi? Baralla aytolmayman. Ko'ksimni to'ldirib, men omadli qizman. Bilmadim qaysi gunohlarim uchun bu, lekin o'ta adolatsizlik. 4 marta sizga zo'r kombinatsiyalar tushdi, menga birinchisini o'zdi. Yo'q, men matchadan keyin asabim buzildi-da, o'shaning uchun sizga naprisib ketdim. Mana dushmanlarim ehtiyot bo'linglar. Tak apetitno. Eng qizig'i, Dubay shokoladini umrimda birinchi marta yeb ko'raman. Birinchi marotaba. Va kolbasa bilan. Tabriklayman. Agar yoqmayotgan bo'lsa, uzr. Qani o'rtasigacha, qani. Bemalol. Qani, bismillah deb. To'ymadi. Qani. Chaynashingizni ham ko'ray. Burnimni o'pib turaman. Turamasa bo'laman. O'ylashinglar mumkin. Menimcha oddiy ketdi deb yo'q. Shunchaki men panika qilmagim keldi. Chunki qancha hozir qo'rquvga bersam, shuncha battar bo'lishini bilib, taqdirga tan berdim xolos. Shunchaki taqdirga tan berdim. Otak yaxshi, boshlanib tishlab ko'rasiz. Okay, o'zimga kelib oldim. Hozir kadr ortida menga shifokorlar yordami kerak bo'ldi. Va menga bir nechta hozir tabletkalar ichirib, ko'ngil aynitishni o'zini holiga keltirib, mana biz qaytga ko'rsatuvga endi qarang, biz nafaqat hozir savollar, balki baribir topshiriq qilishimiz kerak. Bitta bo'lsa ham topshiriqni bajarishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun topshiriqqa o'tib ketaveramiz. Qiynayman. Peripiskalar kerak emas, lekin ChatGPT bilan yozishmalar ham kerak bo'lmasligi mumkin, lekin ChatGPT dan nimalar so'raganingiz, bilasizmi, mavzular turadi. O'shalari kerak bo'ladi. Oxirigacha emas u ham. Hamma tushirib ko'ramizda, ichiga kirmasligimiz mumkin, lekin nimalar so'raganlaringizni ko'ramiz. Uncha emas, ozgina. Sizni so'raymiz. Ozgina. Voy, вообще ko'p bo'tda bilasiz, men necha yildan beri ishlataman buni. Necha yildan beri ishlatasiz? Necha? 1 yil. 7-8 yil. Yo'q, 1 yil. 1 yildan beri, okey. Qani? Kirdingizmi ChatGPT-ga? ChatGPT. Yes. Vaqt bering. Wow. Mana 60 soniyadan keyin olaman qo'lingizdan. Wow, okey. Aytmaysiz. Okay. Bo'ldi, tushunay qo'ling yo'qiga. Bo'ldi. Berishdan telefonimni. Bo'ldi. Okay. Yaxshi. Gilamda uxlash zarari? Nima bu?
Kim sizni majburlayapti gilamda uxlashga? Voy, uydagilar bilan anumi? Senur, sen mana blogi ashulalaring bor. Sen bugun zalda uxlaysan, deyishyaptimi? Yo'q. Bitta tanishim bor-da, gilamda uxlaydi. Menga aytayapti, gilamda uxlayman deyapti. Sen jinnimisan, domo mumkin emas dedi. Deb allergiya bo'ladi. Unaqa. Changi ko'tariladi. Da, ertalab turganingda uxlagandek bo'lmaysan, yotma deb dokazat qilish uchun skrinshot tashlab berganman keyin. Mana qara. Tushunarli. Atak ko'plab zaproslarni ko'rdinglar, so'rovlarni, qiziq, bir-biridan qiziqarli. Nima astrologik tahlilmi 2002-yil uchun? 2002-yilda nima qilasiz? Men hozir 2002 man u. Siz 23 yoshdamisiz? Ana bilib oldik. Instagramda bekitgan ekansiz-da yoshingizni. Ну нет, в принципе, bekitmagan. Endi bekitdim, okey. Mayli, 30 dan keyin bekitasizda endi. Hozir bekitib o'tirish shart emas. Alright, unda nima qilamiz? Saylantiramiz, to'g'rimi? Dasturlari. Retush. G'oya bilan ideyani farqi deb so'rabsiz. Men aytib qo'ya qolaman, farqi yo'q. Farqi bor. G'oya birinchi tug'iladi, keyin ideya bo'ladi. Ideya rus tilida-ku shunchaki. Нет, o'zbek tilida o'zlashtirilgan so'z bu. Okey. Xo'p, tekshirib ko'ramiz keyinchalik. No tam ChatGPTning hamma gapiga ishonavermanglar deb. Ananasi menga rosa maqtayotdingiz. Kelganimdan beri ananas bilan zo'r ketadi. Zanjabil. Yo'q, menimcha ananas tushdi. Mana qarang, men sizga o'zim shuni uzataman-da. Rosa kelganimdan beri menga maqtadingiz. Men shu ananas zo'r dedingiz. Muharriylar. To'g'ri, maqtagandim. maqtagandim. Birovga yomonlik qilmanglar, o'shaning uchun birovga nimadir tilasanglar, bilinglar o'zingizlarga qaytadi bu narsa. Shunaqa bo'lyapti. Voy, kangina. Yo'q, mana buni qarang. Qanchaligini? Voshi, buncha bo'pti. O'zinglar ko'ryapsizlar, bilyapsizlar, bo'ldi, men gapirgan bo'pti. Ananasli pitsa yeganmisiz? Yoquvmidi? Bu-chi? Yomon emas. Shunaqa ham omadli qiz bo'lamanmi men? Oy, okey. Endi bo'lsa, keling ba'zi blitz savollar bor. Ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni savolni o'qiyman qisqa. Ha, yo'q. Shunday deb javob bersangiz bo'ldi. Bu sizni ko'proq o'sha shaxs sifatida o'ylamasdan javob ochib beradi. Shunday. Demak, obuna bo'lishlarni va aktiv shu tomoshalarni o'zingiz nakrutka qilganmisiz? Qachondir ko'paytirganmisiz? Yo'q. Ishlagan proyektlarimni ham ko'paytirmaganman. Men o'zim marketing sohasida ishlaganman oldin. Biznes akkauntlarga ham urib turmaganman. Nega hozir burningizni bundoq tepib qo'ydingiz? Qo'limni ko'targanim ham yo'q. Demak, yolg'on gapiryapsiz. Qo'limni ko'tardim. Okay, all right. Keyingi savol. Qachondir hate sababli yig'laganmisiz? Yo'q. Hop, ho'ngrab yig'laganmisiz? Hate uchun emas. Hate uchun. Yo'q. Piqillab yig'laganmisiz hate uchun? Yo'q. Tushunarli. Okay, davom etamiz. Qo'ynim og'rigan. Lekin yig'lamagan. Og'ir botgan? Da, yig'lamaganman. Tushunarli. Hop, reklama uchun qachondir yolg'on gapirganmisiz? Hech qachon. Yo'q. Radarlarni ko'rsatadi, zo'r bu, anti-radar deb aldamaganmisiz hech qachon? Anti-radar reklama qilmaganman. Nega? Tushmagan, hali chiqmagan. Anti-radar chiqsa qabul qilasizmi? Bu yaxshimi, yomonmi? Bilmadim. Birinchi o'rinda maslahatlashaman ustozlar bilan, abukam, ostakamlar bilan. Bo'ladi deyishsa qilaman. Okey, ajoyib. Va oxirgi savol. Oila uchun blogingdan keta olarmidingiz? Ayting. Menimcha javobni biz 1 yil oldin berganingizda men ha degan bo'lardim, lekin hozir yo'q deyman. Ana, tushunarli. Buni o'zini sabablari bor. Ya'ni shaxsiy rivojlanish ustun baribir. Hozircha menda ha. O'shaning uchun 1 yil oldin so'raganingizda balkim men aytardim ha deb. Hozir esa yo'q. Hozir yo'q. Hozir voz kechmayman. Ana, prioritetlar. Siz bilan bugun Senur bo'ldi mehmonimiz va bu Rost Gap shousi. Menga nima keragi bor edi? Matcha yedirib. Nima keragi bor edi? O'zingizga dushman qilib. Shu kunlar ham boshimda bormidi deydi-ku. Shunday. Lekin nima bo'lganda ham Senur rahmat kelganingizga ajoyib ko'rsatuv bo'ldi. Men o'zim maza qildim. Har tomonlama ham yaxshi ma'noda ham yomon ma'noda. Lekin sizni biz quruq qo'l bilan ketkaza olmaymiz. Rozmetov brendi tomonidan sizga sovg'alar bor.
Bildik, kolbasalarni yaxshi ko'rar ekansiz. Judayam. Yoshlikdagi orzuyingiz ekan. Mana yanada shu orzuga yaqinroq bo'lishingiz mumkin. Og'iri, lekin o'zingiz ko'tarib turasiz ozgina. Chunki sovg'ani qanchalik shu og'irligini, vaznini his qilishingiz boksga kerak borgan bo'ladi. qizman. Ana bo'lmasam. Ajoyib. Rahmat yana bir bor. Beraman, ushlab turaman. Obunachilarga bizni ko'rayotganlarga tilaklari bormi? Bizni ko'rayotgan hammaga rahmat deyman. Birinchi o'rinda shuncha vaqtinglarni ajratib bizani kursimizni ko'rganinglar uchun. Ba'zi bir gaplarimiz noto'g'ri bo'lsa, anaqa bo'lsa hech yozib tashlaysizlar degan umiddaman. Chunki biz ham oddiy odammiz, sizlarga o'xshagan. Rozmet kolbasalariga esa kattakon rahmat. Bular juda yaxshi. Shunday. Izohlarda albatta fikrlarni yozib qoldiringlar va qaysi kombinatsiyadagi kolbasani yegan bo'lardinglar? Bu javoblarni ham kutib qolamiz va albatta obuna bo'ling, like ham ayamang. Senur omadli qizib yozib qo'yinglar. Bu rost gap shousi edi. Xayr, salomat bo'ling.